Uyghur Huquq Nazoratchisi tədqiqat qrupsi aldınqı hafta Xitoyning Uyghur erki qirg'inchiligiga aloqador siyosatlarni tuzish va uni ijro qilishda rol o'ynagan organlar haqida tayyorlagan yangi bir dokladni e'lon qildi. Bu dokladni tayyorlagan Uyghur Huquq Nazoratchisi gruppasining bosh tadqiqotchisi, Turkiyadagi yosh Uyg'ur ziyoli Yolqin Uluyol apandi doklad haqida tushuncha berdi. Uning aytishicha, bu doklad mazkur tadqiqot gruppasining ikkinchi dokladi bo'lib, birinchi dokladda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga olib borgan erki qirg'inchilik tunishtirilgan hamda bu jinoyatni yurgizayotgan muhim shaxslarning ismlari hujjatlashtirilgan. Bu yangi dokladda bo'lsa, erki qirg'inchilikning ifodalari va uning orqasidagi siyosatlar, mexanizmlar o'tirib qo'yilgan. Dokladdagi ma'lumotlarga qaraganda, mazkur doklad xalqarалық tadqiqotchilar va kishilik huquq tashkilotlarining e'lon qilgan tadqiqotlari, dokladlari va lager shohidlarining guvohliklariga asoslanib tayyorlangan. Yolqin Uluyol apandi Xitoy hukumati xalqaroda o'zining jinoyatlarini har xil tashviqotlar orqali yoshirishga tirishayotgan mezgilda mush xil dokladlar orqali Xitoyning yolg'onchiligiga raddiya berishning muhimligini ta'kidladi. Xitoy hukumati Beijingda turishliq Dominika, Birma, Iran, Qirg'iziston, O'zbekiston, Pokiston va yana Nikaragua, Meksika qatorliq davlatlarning diplomatlari va elchilaridan 25 kishilik o'mak tashkillab 31-iyuldan 3-avgustgacha Uyg'ur diyorini ziyorat qildirgan. Xinhua agentligining va Xitoyning chet ellarga tashviqot tarqatadigan CGTN qatorliqlar o'tgan hafta Uyg'ur diyorining Urumchi, Oqsu, Qashqar qatorliq joylarda ziyoratda bo'lgan bu diplomatlar o'makining Şinjanның iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga naq maydonda shohid bo'lganligini, Şinjandagi kishilar baxtli turmushdan bahramand bo'lib yetibdi deganlarni xabar qilishdi. Garchi bu Xitoy hukumatining tashkillagan ziyorat o'maklari har xil bo'lsa-mu, ular Xitoyning Şinjan siyosatini qo'llaydiganligidek o'rtoqlikka ega. Amerika prezidenti Joe Biden ma'muriy buyruq imzolab, Amerikaning Xitoyning yuqori fan texnika sohasiga mablag' solishni chekladi. 9-avgust kuni prezident Joe Bidenning imzosi bilan e'lon qilingan ma'muriy buyruqdan qaraganda, Amerika hukumati amerikaliklarni Xitoy, Hong Kong va Makao, ya'ni Omandagi sun'iy aql, yerim o'tkazgich va kvant texnikasi qatorliq yuqori texnikalik sohalarga mablag' solish va savdo qilishdan cheklaydi ekan va bundaq savdolarni Moliya ministrligiga xabar qilishni talab qiladi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministri buningga norozilik bildirdi. Xitoy Angliyaning poytaxti Londondagi yangi elchixona qurish planini vaqtincha to'xtatadiganligini bildirdi. Aslida bu elchixonaning Yevropadagi eng chong elchixona binosi bo'ladiganligi e'lon qilingan edi. O'tgan yili yerlik xalq ommasining noroziligi sababidan to'xtatilgan bu qurilish to'g'risida Angliyadan diplomatik javobga erishalmagandan keyin Xitoy yerlik sotning elchixona binosining qurilishiga bo'lgan hukmiga norozilik bildirmaydiganligini aytdi. Bu ahvolning ikki davlatning siyosiy munosabatiga ziyon yetkazishi mumkinligi o'tirib qo'yilmoqda. İqtisodşünaslarning muhofazachilar gazetiga qilgan so'ziga qaraganda, ilgarki kasatchilikda dunyo iqtisodining eshishining o'ltishi sifatida ko'rilgan Xitoy bu qatam davlat ichidagi pul paxallik sababidan harakatlantirgich kuch bo'lmasligi mumkin ekan. Oldingi hafta Avstraliya Markaziy bankisi paslik iqtisodiy yanglishni e'lon qilganda, Xitoyning aniqsiz iqtisodiy ahvoli Avstraliya ko'ngil bo'ladigan masalalar tizimligida birinchi o'rinda turgan. Xalqaro pul fondi tashkiloti bo'lsa, dunyo davlatlarining iqtisodiy baholash yangi tizimligida Xitoyning xatar tamponligi tuvanlagan yo'linishda deb ko'rsatdi. Amerika va Koreya keng ko'lamli harbiy manevrga tayyorlik qilgandan keyin Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un harbiylarga urush planini tamomlashni buyurdi.